Hammaga salom do'stlar. Xo'sh, bugun do'stlar biz juda ham qiziq bo'lgan videolarimiz. Xo'sh, bugun Dream Stars futbolchini olamiz. Xo'sh, birinchi agentni olamiz. Ajoyib ko'rinyapti. Ko'pdan beri olmayotgan Sabitda ham boshqasida ham. Xo'p, bizga hozir eng keragi bu yerda Kenan Yıldız. Xo'sh, ey birodar, futbolda o'zbek bilan o'ynashma, Abduqodir Hisanibdek tanki bilan o'ynashma. Puling bo'lsin molginalik, peshona sho'rgina, bersa hamki moshina, Eldor bilan o'ynashma. Mayli zo'rning zo'ri bo'l, chempionatda bo'ri bo'l, CSKda o'qday uchgan Abbos bilan o'ynashma. Haqni aytgan mard bo'lar, porachi nomard bo'lar, Chingizxonga qarshi chiqqan Jalol bilan o'ynashma. O'ynashma, o'ynashma. O'tib byudjetni yutgan. xo'sh do'stlar, Igor Tyagoni olib oldik. Mana Tyag. Yomon emas. Kutgandek emas, yomon. Endi ikkinchi agentni olamiz. İkinci Kenan boş. Çağır bitirdim. Bu Thiago. Koyillik 2 marta Thiago. İkincisi de Thiago düştü. Ey mayli, yomon emas bu. Lekin kutganimdek emas-da. Igor Thiago. Ben şahlamadım. Mana Igor'ga 2 marta Thiago. Bu olmasızlık. Yomon emas. Şirkning boyu 1.89'da 84. Beşara basayıp gitti. Ama hayırlı sağ selamet olun.